biliriz bu işlemetenler. Hazırgıça Uyguristan'da kançılık adam öldü Nazarbentxanada. Bu doğru hiç kanda haber yok. Kançılık adam tanqis qilinýar ki jaza sınaklarga duçar boldy ve onu da meyip boldy. Bu doğru hiç kanda haber çıkan yok bu dünya. Hazır bu 2018 yılı kuruldu. Maksidinla nemiydi Merkezi Komite Jonanxay. Bunu yenilik kurup sizler bu virusu tadqiq qilib kimni qirg'in qilmoqchi etinglar. Mesela ximiyalik qurol, virus chechish, virus yuqtirish bilan zodi kimni qurban qilmoqchi etinglar? Kimni qirg'in qilmoqchi bo'lgan edinglar? Bunisi aniq emas. Hech kim faloni kishini demedi yoki bunda qilmoqchi edi degan gap o'ttirib chiqmadi. Biroq 2018 yilda qurilibdi sizdan bioximiyalik tadqiqot tajribangiz Jonanxay. 2018 yılı 1. ayda Wuhan şehirde bioximiyalik tecrübehanı, 4. derecelik tecrübehanı kuruldu. Cumhuriyet Partiyası şu çağda mındak dedi. Tecrübehanada yeni tiplik ağır kesellerini kontrol kılış hamda tazalangan SARS hem de başka tiplik yuqumluk kesel virusunu saklashga işletildi. Demek tecrübehanı kuruluptu, virus tadqiq qiladigan, virus saqlaydigan tecrübehanı. Cumhuriyet Partiyası yuqumluk kesel virusni qasddan tashqariga qo'yib etdi. Davlat ichi va davlat sirtidagi xalqlarning hayotini qurbon qilib, sakratga tushib, dantalishib o'tandi. Govingoy shunday savol qo'yibdi. Boshda nima dedi? Bexastalik bilan, ehtiyotsizlikdan, tajribaxonadan chiqib ketgan virus dedi. Aniqlikda bu yerda Govingoy nima savol qo'yibdi? Cumhuriyet Partiyasi yuqumli kasal virusini qasddan tashqari dunyoga qo'yib etib, davlat ichi va davlat sirtidagi xalqlarning hayotini qurbon qilib, sakratga tushib, jon talashib o'tandi. Govingoy tahlil qilib mundaq dedi. Cumhuriyet Partiyası Şangang'da gayri hareket kılmakçı buluvatıda. Cumhuriyet Partiyası Hong Kong'da gayri hareket kılmakçı buluvatıda. Hong Kong'da kamal kılış maksediga yetkendiğin kiyen yuqumluk keseli virusu xuddi Wang Qishan, devletin reisi, Cumhuriyet devletin reisi, Wang Qishan xususiy söhbetde körsetkendek 2. ayda ahir nişandı. Demek virüs faciası aldığımızdaki 2. ayda ahir nişandı. Qandaq şekilde ahir nişandı. Hazır bu doğru Govingoy bir narsa demedi. Belki Kompartiya bir çalmada 2 paxtak hatta 3 paxtakni soqishga urinib Shangang Hong Kongni kontrol qilib bo'lgandan keyin Tayvanni oladi. Tayvanni zabt qiladi. Belgilangan nishonni ko'zda yo'qotdi. Govingoy bir yerda vatgan belgilangan nishon nima? Biz bununla muvaffaq qildi, qiyos qilsak belgilangan nishon Uyg'urlarmi? Jazo lageriga nazarband qilingan 3 million Uyg'urmi? Govingoy ochiq aytmadi. Men faqat bu yerda qiyos qilib o'taman. Bu biologiyalik ximiyalik qurol ekan, virus ishlabdi, belgilangan nishonni ko'zda yo'qotdi. Qaysi nishon? Ondan keyin dünya iqtisodini gumroh qiladi. Chunki hukumatı belgilangan nishonni yo'qotdi. Tayvanni, Shangangni qo'lga keltirdi. Ondan keyin dünya iqtisodini gumroh qiladi. Bundan boshqa Govingoy 1. ayning 30 kuni tarqatgan bir tor filmda bir qator qiyoslarni o'ttirib qo'yib, kelgusi bir necha kunda yoki bir necha hafta ichida xalqaroda nihoyat zo'r harakat yuz berdi. Belki tarixda misli ko'rilmagan insonparvarlik opti Jongoda yuz berdi deb ko'rsatdi Govingoy. Govingoy mundaq dedi: Washington, Ceneva, Zürich, London ve Tokyo, Tayvan, Hong Kong qatorliq Osiyo davlatlarida xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, xalqaro tashkilotlarning zo'r voqealari, ya'ni siyosiy faoliyatlar yuz berdi. Aslida biz so'zlayotgan haftaning oxirida yuz beradigan ish edi. Belki o
buningdan burun yuz berdi. Ehtimol kelar etdik. Haftaning oxirida yuz berdigan ishdi, balki uningdan burun yuz berdi. Nima ekanligi to'g'risida gap yo'q. Gomingoy mundaq qiyos qildi. Shanghai, Hong Kong, Xinjiang qatorli shaharlarda paychak bozorida zo'r davolg'ish yuz berdi. Shangang puli, xalq puli bilan qilinadigan savdo tijorat to'xtaydi. To'xtab qoldi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Cungoni yuqumluq virus rayini deb belgiləydi. Belgiledi azı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Cungo yuqumluq kisel yoki yuqumluq virus rayini deb belgiledi. Cungo Kompartiyasi soda pul muomala yuqumluq virusning amaliy yuqish miqdori o'lim yetim miqdori jihatda davlat darajalik yolg'on so'zlashni davomlashtirdi. Demak, hozirgacha davlat darajalik yolg'on so'zlashni davomlashtirdi. Masalan, to'rbetlarda har kuni 200 odam o'lib o'tirdi. Lekin Jungoning sonida ta hozirgacha bu 200 ni oshmadi. To'rbetlardim deydi, har kuni 200 odam o'lib o'tirdi deydi. Davomlashtirdi, butun dunyoni aldaydi. Bu davlat darajalik jinoyatdir. Amaliyleştirirsek nait zor bir afet oldimizda yuz berdi. Gomingoy deydi ki, amaliyrak so'zlasak nait zor bir afet oldimizda yuz berdi. Balki bu Jungoda yuz berdi. Gomingoy mundaq dedi, bu bir meydan davlat doirasidagi yuqumliq virus Jungoda intayin zo'r bir meydan insonparvarlik opti bo'lib o'zgardi. Hazır bir virus endi intayin zo'r insonparvarlikka optiga o'zgardi. Bu bir meydan insonparvarlik opti hozir butun mamlakatda Jungo mamlakatida yetib kelmoqda. Tayyorlanayotdi bu insonparvarlik opti deydi. Xudo saqla Uyg'urimni, Allah Uyg'urimni Xudo o'zing saqla. 1 milyard 400 milyon Cungulluq Kompartiya tarafidan 70 yil go'ragi elingandan keyin kechiring Gomingoy apandi, men bu songa qo'shilmayman. Men o'zim e'lon qilgan edim Rossiyalik olimlarning so'zini. Rossiyalik olimlar dediki, ko'p bo'lganda 500 milyon Cungulluq nüfusi. Az bo'lganda 400 milyon nüfus. Neymiş ki Cungulluq bunu 1 milyard, 20 milyard deb oladi bilmaymiz. Dedi deb men Rossiya olimlarini sizlarga so'zlagan edim. Vaqtni unutib qolibman, hurmatli vatandoshlar. O'zinglar eslab qo'yinglar. 1 milyard 400 milyon Cungulluq Kompartiya tarafidan 70 yil go'ragi elingandan keyin nait tez surat bilan bu dunyoning davziga tarafiga qarab mangadi. Balki butun dunyoni so'rab mangadi. Jungo Kompartiyasi bu ofat bilan butun dunyoni so'rab mangadi. Davlat ishida barliq oila, ishdoshlar, xizmatdoshlar, qarindoshlar va vatandoshlarni hammasi birga elib mangadi. Kompartiya mushlarni ofat davriga, insonparvarlik ofat davriga elib mangadi. Uning kaynidilla har daqiqa, har sekundda, ya'ni uning kaynidilla bir necha hafta ichida xalqaro siyosat belgilash sahnasida, balki yoki Jungoning siyosat byurosida bir kishi o'ldi. Demek hozir Jungoning o'zini hisoblasangiz bu xalqarodagi davlat. Jungo Beijingmi xalqaro sahnadagi siyosat belgilash sahnasi hozir belgilayotdi. Demak, Jungo siyosat belgilash sahnasida bir kishi cho'qim o'ldi. Yoki Jungoning siyosiy bürosida bir kishi o'ldi. Bu kishi o'lmasa zo'r vaqa yuz bermaydi, deydi Gomingoy. Gomingoy mundaq ta'kidladi. Jungoda siyosiy jihatda o'zgarish yuz berdi. Jungo Kompartiyasi gumron bo'lishdan ilgari biz intayin zo'r, balki intayin ko'p davolg'ish yuz berdi. Biz emaskan balki deb o'qing. Jungo Kompartiyasi gumron bo'lishdan ilgari balki intayin zo'r,
balki intayin ko'p davol qo'yish yuz berdi. Bunda davol qo'yishdan yuz bermasligi mumkin emas. Bu cho'qim, bu muqarrar deydi u. Go'ringoy. Endilikda sizlarga yana boshqa bir xabarni qo'shimcha qilamiz. Hamda buning o'zim bir jiddiy xabar edi. Boshqa ilib anglashimiz kerak edi, lekin tayyorlanganda shunday o'chirib tushib qoldi. Mavzu bunda. Prezident Trump Jungo bilan hamkorlashgan organlarni yengala Tojikiston virusi to'g'risida qisqacha doklad topshirib oldim deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 1-oyning 31-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Tojikiston virusi yana davomli tarqalmoqda. 1-oyning 29-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Twitter'da Facebook'da fikr qoldirib, hamda 4 parcha virus qarshi organlari mutaxassislarining yig'in echayotganligiga doir 4 parcha suratni tarqatdi. Prezident Trump bunda ko'rsatdi. Jungo bilan hamkorlashgan bizning buyuk organlarimizdan Jungodagi Tojikiston o'pka yallig'i virusi to'g'risida qisqacha doklad topshirib oldi. Virus voqeasining taraqqiyot davomli kuzatib turibmiz. Bizning dunyoga dangliq mutaxassislarimiz bor. Ular bak aqlli. Bir hafta 7 kun, bir sotka 24 soat ularni tabriklaymiz. O'xshash bir kunda Prezident Trump Oqsaroyda o'tkazilgan Amerika bilan Meksika